Hürmetlik vatandaş, bugünkü sizlarga 2023 yıl 7. ayının 21. günü hepti cuma. Aralıq sizler sözlügen bir muhakeme bayanımızdı, ne mi dedik? Muhakeme bayanımızdı, şundak diyeceğini dedik, vatandaş hazırlıysanız geçirinler. Devlet Meclisi'nde guahlık biriş yığını açıldı. Bu yığında Prezident Joe Biden'ın Cungo'yu qaratqan siyaseti biraz yumşaş yüz verdi dedi. Mesela Cungo Amerika Stratejilik Rekabet Fevkulade Komitetinin Avam Palatası'daki komitetinin rehberi Gallagher şundak görsetdi. Mesela Prezident Joe Biden Aksaray'a kirgen küllerde dastlabki chaqlarda Cungo siyasetini ciddi tutqan edi, keskin tutqan edi. Masalan, Uyg'ur qirg'inchiligi masalasini kun tartibga elib kelgan edi. Hozir bu yildan boshlab keyingi mush yarim yil ichida bo'shab ketdi degandek gapni qildi degan edik. Bugun bu yerda hozir 2 nafar. Biri Cumhuriyetchilar mansubi Davlat Majlisi a'zosining Prezident Joe Biden'ning Cungo siyaseti to'g'risida to'xtalganligi. Yani ikincisi Demokratlar Partisi mensubi Avam Palata a'zosi, yani bir nafar Avam Palata a'zosining Prezident Joe Biden'ning Cungo siyaseti tutgan pozitsiyasi yoki bu mensup yoki Demokratlar Partisi a'zosining mensubining ko'z qarashi masalasi emas. Mesela Prezident Joe Biden'ın növbetli Cungo qaratqan siyaseti nima? Muşu to'g'rida sözünü sizlarga leksiya qilib hozir elib keldik. Vatandaşlarga yetkizimiz buni. Mavzu mundaq. Davlat Majlis Cumhuriyetchilar mansublari Prezident Joe Biden hukumatining Cungo bilan uchrashuv siyosetini tanqidlab qaytib qolgan siyosat dedi. Demokratlar Partisi mensuplari bo'lsa kuchga tayanib Cungo bilan dialoglashishni qo'lladi. Mavzuli xabar 7. ayning 21. kuni Amerika ovozidan Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlanadi. Davlat Majlisi bir necha nafar Cumhuriyetchilar Partiyasi mensuplari Prezident Joe Biden hukumatining bir necha oydan beri Cungo qo'llangan siyosatidan ansirab, Washington Cungo doiralarining hayva qilib qistab kelayotgan harbiy ishlar oldida bo'shab ketdi deb hisobladi. Bu avval qilishimizdagi harbiy ishlar, bu yerda guvohlik berish, takrorlab eg'izg'anlayotgan harbiy ishlar bir yerdan chiqamdi qanday vatandosh hisobladi. Hamda yaqindan beri doirlarning yuqori darajalik amaldorlari Cungoni ziyorat qilib, Amerika Qo'shma Shtatlar hukumatining aslida qattiq qo'l siyosat qo'llanish kerak bo'lgan ishlarni qatmal uchrashuv siyosatining qurboniga aylantirib o'tdi. Bu Cumhuriyetchilar mansublarining Avam Palata a'zosi Davlat Majlisida da'vatgan so'zlari guvohlik berish yig'inda. Lekin Davlat Majlisining Demokratlar Partisi mensublari mundaq hisobladi. Prezident Joe Biden hukumati Amerikaning amaliy kuchini oshirdi. Hamda hozir Cungo bilan dialoglashadigan vaqt yetib keldi. Bu qaltis qo'yilgan gapga vatandosh. Biz tunugi muhokama nima dedik? Antony Blinken bunda 2 yil burun 2021 yil 3. ayning 18. kuni Cungo diplomatlari bilan Amerika Qo'shma Shtatlar diplomatlari ishga qo'shilgan 4 nafar diplomatning alyaski suhbatida tunigilni topshirdik vatandosh. Davlat ishlar katibi suhbat vakili Davlat ishlar katibi Antony Blinken mundaq dedi. Biz prinsiplarimizni Cungo tarafga topshirdik. Biz siyosetimizni va siyosatlarimiz to'g'risidagi Cungo hukumatining tushanchalariga asosan tushunchalarni Cungo hukumatiga topshirdik. Biz Amerikaning siyosatining prinsiplarini, ya'ni Cungo qaratgan siyosatining prinsiplarini Cungo hukumatiga topshirdik. Ya'ni nima? Mushundaq topshirish avval o'ylashadigan ishlar, avval e'tibor beradigan ishlar.
yana sözleşidigan, davamlı söhbetleşidigan işler. Bularning hammasi Jungo hukumatiga topshirdik. Demek tününkü xulasa bizden bugün çıkarayla biz Jungo ile Amerika o'rtasida bo'layotgan diplomatik münasebetler, diplomatik talash tartishlar ve iki devlet diplomatiya münasebeti dairesideki meselen Uyg'uriston, Hong Kong, Tayvan qatorliq masalalar to'g'risidagi siyoset meydanimizni biz sizlarga topshirdik. Jungo hukumatiga topshirdik. Demek alyaskı söhbeti uçuk aşkarı söhbet, tegilikni aşkarlaydigan söhbet, Jungo Amerika o'rtasida diplomatik münasebetlerge qo'yilgan mavzu ideyalarning nima ekanligini bütün dunyoga shu vaqtda ham muxbirlarni kutib olish maydonida mushundaq so'zlab aşkarlagan edi. Davlat ishlar kotibi shundaqmi? Endi men yana nima deyapti vatandoshim? Hozir Prezident Joe Biden hükümeti Amerika'nın ameli gücünü aşırdı. Hem de hazır Jungo bilen diyaloglaşıdığan vakti yetip geldi. Şunaqma vatandaşım, 2 yıl burun Devlet Şakatı Antony Blinken bugün biz siz bilen Jungo'luk erbapla koç bilen sözleşimiz. Digende Yangdeki Jungo'nun söhbet vekili nimi digeni de bu çınayita. Biz bundak gepni kabul kılanmayımız digen ma'nida şundak sözlügen idi. Endi bugün hazır Demokratlar Partisining mensuplari nima deydi? Hamma narsa deyilib bo'ldi, o'tirg'i chiqib bo'ldi, kuch tayyorlanib bo'ldi, Amerika Qo'shma Shtatlarining kuchi tayyorlanib bo'ldi. Endi biz Jungo hukumati bilan diyaloglaşıdığan vaqt keldi. Kuch bilan diyaloglaşıdığan vaqt keldi. Yuqori nima dedik? Kissinger Beijingga bordi. Urushmayli, to'qinishmayli masala qilayli. To'rt nafar harbiy ishlar munosabatda katta davlat mudofaa ministridan tortib, to'rt nafar harbiy kishi nim dedi? Jungo bilan bevosita urush qilamiz dedi. Deb hozir xabarni sizlarga yetkazib. Avam palata Amerika ve Jungo stratejik raqobat favqulodda komiteti 7 ayının 20 günü Prezident Joe Biden hükümetinin Jungo siyasi to'g'risida guvohlik berish yig'ini o'tkazdi. Muhokama qildi, nazorat qildi. Ma'muriy doiralar Jungo siyosatini ijro qilguvchi nopozliq amaldorlar qarab turgan bu yig'inga bu guvohlik berish yig'ini qatnashgan odamlar qarab turgan. Masalan, Davlat Mahkamasi Hind Tinch okean ishlari bo'yicha yordamchi davlat ishlar kotibi Daniel Kretenberg, Devlet Müdafiası Asya işleri bu için yardımcı minister Eli Reitner hem de Suudi Ministerliği eksportun baş kuruşkan mesul yardımcı minister Razman Konder qatorliq amaldarlar guvohlik berish yig'ini qatnashdi. Hükümetning Prezident Joe Biden hükümetinin belgilengen siyasini ameli icra kılıvatkan 3 nafar amaldar 20. günü Devlet Meclisi'de Gallagher çakırgan guvohlik berish yig'ini qatnashdi. Bu ham yani favqulodda guvohlik berish yig'ini deb qarasangiz bo'ladi vatandosh. Komitetning boshlig'i Cumhuriyetchilar partiya mansubi Mike Gallagher guvohlik berish yig'inida mundaq ko'rsatdi. Prezident Joe Biden Aqsaroyga kirgan dastlabki chog'larda Jungoga qaratgan siyosat durust bo'ldi. Beijingning Xinjiangda, Uyg'uristonda Uyg'ur qirg'inchiligini yo'lga qo'yganligini aybladi. Iqtisodiy jihati Jungoga qattiq qo'l siyosat qo'llandi. Hamda ittifoqdoshlar bilan ittifoqlashib Jungoning xirislariga taqobil turdi. Dastlabki chog'larda masalan 2001-yil, 2002-yil shuning ichida taqobil turdi. Bu ishlar durust edi. Gallagher bunda ko'rsatdi. Bu yil 2 ayning o'rtalarida yuz bergan josuslik shari voqeasidan keyin Amerikada doiralarning Jungo siyosatida go'yo degudek o'zgarish bo'ldi. Bazı acayip işler yüz berdi. Jungo siyasetining asosliq nuqtasi yo'tkilib ketgandek bilindi deb ko'rsatdi. Mike Gallagher
Favqulodda komitetining raisi, Avam palatasi. Demokratlar Partisi mensubu Avam palata a'zosi Jack Archie Amerika Ovozi radiosiga mundaq ko'rsatdi. Yuqorqisi Cumhuriyetçiler Partisining mensubi navbatdagi prezident Joe Biden hukumatining siyosiy Jungo siyosati to'g'risidagi ko'zqarashini o'ttirib qo'ydi yuzdan. Endi Demokratlar Partisi mensubi Avam palata a'zosi Jack Archie Amerika ovoziga mundaq ko'rsatdi. Men Cumhuriyetçiler Partisining mensublarining fikriga qo'shilmayman. Prezident Joe Biden ma'muriy doiralari harbiy ishlar, iqtisod, ittifoqdoshlar sepini kengaytib hamkorlashish sohalarida zo'r natijalarni qo'lga keltirdi. Biz burungi shaharlarimizda so'zlagan to'q Prezident Joe Biden butun dunyoni ittifoqlashtirdi. Avval Yevropani, onundaki Asya uluğuken, yani Hindi Tinch okean rayoniga keldi. Onundaki o'rtadagi 4 davlatni, hatta Angliya qo'shilgan 5 davlatni Asiyada Hindi Tinch okean rayonida ittifoqlashtirdi degan edi vatandosh. Hozir nima deydi? Demokratlar Partisi mensubi Klaus deydiki, hamkorlik sohalarida zo'r natijalarni qo'lga keltirdi. Bu kunda Amerika o'ziga bo'lgan ishonch asosida Jungo bilan muomala qiladigan bo'ldi. Demak, ittifoqdoshlarni qo'lga kiritdi, dunyoni ittifoqlashtirdi, Yevropa, Osiyoni. Mushuninga asoslanib turib, buni bir kuch desangiz, mushuninga asoslanib turib Amerika Qo'shma Shtatlari Jungo bilan aloqa munosabati bo'ladigan bo'ldi. Harbiy jihatda texmi kuchli, iqtisodiy jihatda texmi kuchli. Diplomatiya jihati texmi kuchlik, kuchga tayinib, Jungo bilan kuchga tayinib dialoglashadigan o'ringa chiqdi. Demak, Prezident Joe Biden hukumati mushundaq kuchni tayyorladi. Mayli diplomatiya sohasi, mayli harbiy ishlar sohasi, mayli ittifoqdoshlar bilan ittifoqlash joyida, ittifoqlashish, hamkorlashish doirasida Prezident Joe Biden hukumati mana shu darajada ishlarni qildi. Endi biz Jungo bilan dialoglashimiz, ya'ni kuch tayinib turib suhbat quramiz, dialoglashimiz deydi. En yuqorida Mike Gallagherning so'zini qanday tushunish kerak vatandoshim? Bu kishi hozir Prezident Joe Biden hukumatiga texmi oshirib, texmi ilgirlagan holda umid ve iddia bilan muomala qilgan gap. Ya'ni buning maqsadi, bu gaplarning maqsadi tek-tekni aytganda Jungoga qattiq qo'l bo'lish. Jungoga qattiq qo'l munosabat doirasida munosabat qilish va Jungo bilan shu usul, shu kuch bilan so'zlashish. Bu bir umidvorlik bilan o'tirib qo'ygan taklif desak, Mike Gallagherning so'zini endi Demokratlar Partisiniki Jack Archie so'zi dal o'zi. Prezident Joe Biden mushukli yarim yil ichida qilgan ish nima desangiz, vatandosh, yuqorqi ishlar. Hozir Jack Clausning gapiga qaraganda Amerika Qo'shma Shtatlari dialoglashadi, Jungo bilan suhbatlashadi, kuch bilan suhbatlashadi. Shuning uchun hukumatga tava bo'lmagan. Biroq Amerika Qo'shma Shtatlarining koni diplomati Kissinger Beijingga yetib keldi. Balki bu so'zni hammasini Rais Xi Jinpingning oldiga qo'yib degani o'zining qanday so'zlaydigan so'zi bo'lsa, maqsad faqat bir nuqtaga yig'inchoqlaganda to'qinishmayli Rais Xi Jinping. Bu ishning oqibati sizga yaxshi emas. Mushundaq so'zni elib o'zini o'zi elchilikka tayinlab Beijingga ziyoratga borgan bo'lish mumkin vatandosh.